rahmetten böyle Cenab-ı Tavfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulug' Tengri taolo oti bilan aziz ko'rguvchilar ki shu lahzaga bizlarni safiy sadoy Faryab Almordan ko'rib to'xtabsizlar va qismi ko'rasizlar bizlar dashtu chamanzorga kelganmiz. Chorro mantiqasiga ki Ulsoli Almor chorrosiga kelganmiz va bir o'zi mana qismi ko'rib to'xtabsizlar javonlar va kattakorlar va yosh ulug'lar birga jam bo'lib bir joyga shunday bir sayohat o'ltirishni ijod qilgan ekanlar. Bilan biza ham da'vat bildik toki bularni o'ltirishini va sayohatini tasvirga kashallasak va bizani oldida bizdan bir kattakorlardan bittasi va bulardan bir o'zida o'ltirishini borasida ko'proq ma'lumot olamiz va sizlar bu barnomani to oxirigacha qo'ldan bermaylar. Borga o'zingizni tanishtiring. Men injener donishmand Qariya Xudoymat yashovchilaridan bittasiman. Bir o'z 9 hamal 1405 Baxotiri Navruz bayrami uchun bizlar har yil bu qavm shundoq sabzazorlarga chiqamiz. Hadafi bu chiqilishdi biz shudiki javonlarni qaddiga bir vahdat yashattirsak va javonlarimiz tashviq qilsak, mana musobaqai pahlavonlik bo'lyapti, musobaqai futbol bo'lyapti, musobaqai resmonkashi bo'lyapti. Bular hammasi bir fazoy samimonaga, bir do'stona shakliga musobaqa qilib, inshaalloh bu narsalar bizlarni bir javonlarimizni vahdati va hammamizni vahdatimiz uchun shundoq bir bayramni bizlar har yil olamiz. Tashakkur ko'p yaxshi. Injener Muhtaram aytsangiz bo'lamiki, bir o'z mehmonlar qayerdan kelgandi? Buzoqdan ham oya mehmonlar bormi? Bali, albatta shu viloyat Faryobdan va boshqa ulusvollardan buzurglarimiz hozir bo'lgan berga o'zimiz da'vat qilganmiz. Baxotirki buzurglarimizni soyasiga bizlar javonlar, masalan, javonlarimiz hammasi enerji oladi. Inshaalloh tashviq bo'ladi. Shu hamma hadafimiz shudiki, bu bayramlarimiz bir vahdat qavmi baynimizga bo'lsa, inshaalloh shu niyatimizga. Ko'p yaxshi. Injener so'b hozirgi aytdingizki, pahlavonlik bo'lyapti, rismonkashlik, musobaqai futbol va Almorga va Qariya Xudoymat javonlarini qaddiga boshqa nima o'yinlar ko'proq rasm? Ko'proq albatta Qariya Xudoymat bir qariyaki farhang do'st, ilm do'sti va javonlarimiz aksarisi tahsil qiladi. Binobar mushkulotki bu javonlarga ba'zan shu tahsilni idoma beradi. Shuni pahlusiga musobaqai futbol, pahlavonlik, resmonkashlik va xusus bizani pahlavonlarimiz musobaqai buzkashiga ko'proq aloqamand bo'lsin. Inshaalloh bir namunasi mana Cenab-ı Tavfikjon alhamdulillah bir Sitora Afg'oniston desak bo'ladi inshaalloh javonlarimiz ichiga fe'lan mana kinorimizga to'xtabdi. Hazrat Shayx So'kdan boshlariga to'xtabdilar. Inshaalloh shu javonlarimiz shu narsalarga ko'proq aloqamandlik bor. Ko'p yaxshi. Injener so'b xo'roklardan ko'proq aytib bering. Xudoymat mardimi ko'proq qaysi xo'roklarga shavqi va ko'proq qaysi xo'roklar o'sha Xudoymat mardimini qaddiga istifoda? Inshaalloh bahor mavsumiga bizlar samanakdan istifoda qilamiz. Ko'proq bu qobil palavdan inkor qilib bo'lmaydiki, komilan bizlar shunga aloqamandmiz. Inshaalloh kechroq namunasini ko'rasiz-ku, qaysi xo'roklardan bizlar istifoda qilamiz va hamma xo'roklarni yaxshi ko'ramiz inshaalloh. Javonlarimizga zehniyat berib ketamiz. Ba'daziki bizlardan nari javonlar bizlardan bir ulgu olib inshaalloh ular ham shundoq shu niyat bilanki bir niyati vahdati qavmida ittifoq qavmida shu narsalar uchun bizlar shu harakatlarni qilamiz va boqimonda bizlardan nari dunyoga kelayotgan javonlarimizga bir ulgu bo'lsin deb shuni qilamiz inshaalloh. Tashakkur, salomat bo'ling va oxir borga injener Muhtaram agar biron aytilayotganingiz bo'lsa bizlarni ko'rguvchilarimizga va musofir javonlarga Xudoymat javonlari Kishvaroy g'urbatga musofirdilar, ularga aytilayotganingiz bo'lsa bizlar kamera xizmat. Inshaalloh islom bilan yashasin javonlarimiz, hamisha inshaalloh islomning soyasiga yashaydilar. ittifoqlikni qo'ldan bermasin. Qur'oni Karimda zikr bo'lgan va tasimu bihablillohi jamian va la tafarraqu. Bular tafriqa bo'lmasa, bir vahdat bo'lsa, shu resmon Xudovandki shu din islomni shunga chang urib
javonlarimiz yashasa inshaalloh dunyo va oxiratda ular komyob va vahdatga da'vat qilamiz bir ravni yaxshi ko'rsinlar har joyda bo'lsa va siyosatlarga daxil bo'lmasa inshaalloh amorat islomi fe'lan bir hukumatiki bizlar mana alhamdulillah amniyatni namunasini ko'rib o'tibsizlar bir qismatiki Chorro mintaqasiga kelib o'ltirib biz sobiq vaqtlarga berilgan noamn edi bundoq ozod kelib o'ltirib bo'lmaydi kechalar shu yerga kelib javonlar tafriq qilib ketadi homillar kelib shu yerlarga yashaydi inshaalloh shu avval amniyatni qadrini bilsin va inshaalloh shu vahdatni qo'ldan bersin. Do'stlar, mana ko'rasizlar, nomxudo shunday bir qozonda oshpaz akamiz omada qilibdi. Qandoq sizni oshpaz aka, birinchi borga o'zingizni ma'rifi qiling qani? Men Xudoymatdan bo'laman. Otim Hojimurod oshpaz. Ya'ni ko'p yildan beri shuni qismini qilaman. Ko'p shu birinchi Mumtoz ko'p yaxshi taraqqiy qilgan. Men ko'p yaxshi davomlayman shuni. Ko'p bo'la yaxshi. Nimadi, qobilimi bu? Buni suzma deydi. Qobili go'shti, yog'i, zarjama, farjamasi birga tayyorladi. Buni yog'ini so'rasdan tayyorlama bo'ladi-ku suzma. Ko'p bo'la yaxshi. Qobili ham bu aytgan suzma dedingizmi? Buni mazasi ham farq qiladi. Mazasidan ham farqi bu subukroq bo'ladi. Yog'ni yuzidan tayyorlaymiz. Agar qobili bo'lsa, avval yog'ga pishadi bu. So'ngra yog'ni yuzidan tayyorlaymiz. Bu tam bo'lib birinchi yog' qilib pastga o'tadi, bas zo'r bo'lmaydi bu birinchi. Oshpazlar necha nafarga biroz necha qozon damladingiz biroz? 500 nafarga non damladim. 500 nafarga. Va har yashtam? Yashadi inshaalloh, ziyodlik ham qiladi. Endi kamaydimi 500 nafar, bo'lmasa 550 nafarga ishladi. Bironta to'ymasa qanday? Sardisi ham berasiz? Sardisi beraman, chashima. Sardisi to'yguncha beraman 500 nafarga. Ko'p bo'la yaxshi. Bunga qanday o'jaydi go'shtimi yoki tovuq? O'jaydi go'shti. O'zi qobilini shu ko'proq nimasi ham o'jay go'shti, mol go'shti. O'jay go'shti shirin qiladi-da. Ko'proq shirin. Qanday biron aytilayotganingiz? Tashakkur. Rahmatullohman, Xudoymatdan bo'laman. Bosh qavmlar bir tafriq ekan. Inshaalloh bir cho'poni bir qo'rma deymiz. Biz endi asli buni nima deymiz? Doshi deymiz. Ba'zilar buni kabob ham deydi. Ba'zi cho'poni ham deydi. Cho'poni qo'rma ham deydi buni. Men aytaman shu dashtga, shu Chorroni mintaqasiga cho'poni desa ko'proq yaxshi. Cho'poni desa yaxshiroq, dashti bo'ladi deb qo'yadi. Dashti bo'ladi. Bizda tog'larga cho'poni kabobni ko'rganmiz. Buni oching qani, nima raqam bo'ladi bu cho'ponisi? Mana bu ko'ring qani, baxayr inshaalloh nima raqam deydi. Ay nomi Xudo. Bu necha nafarga biroz omada qilgan? Bu baxayr inshaalloh 150 nafarga ham bo'ladi inshaalloh. Qanday har tabang bosh qo'yasizmi har nafarga? Ochsa sora bu boshqa shoyad xo'roqlar ham bo'lsa 2 nafarga ko'plik qilmaymi buncha non? Inshaalloh 2 nafarga dar xizmat 2 nafarlarga loyiq qo'yamiz. Inshaalloh Amroy mevasi bilan, Amroy doshti bilan, Amroy birinchi bilan inshaalloh, Amroy pipsu chizsin ham inshaalloh
favqulodda inshaalloh dar xizmatigamiz. Assalomu alaykum, salom mujaddadan. Yaxshimi, alhamdulillah, mana tafriga kelib edik, joy xoli birodarlar, binandalarni chorrogamiz, mana qismiga ko'rasizlar, palvonlik bor. Bundan berib ko'p yaxshi, o'z qariyani ichiga edi bir maflo ekan, qariyani bachalar tutib yotdi, ko'p yaxshi masofa bo'ladi, burada boq bo'lib alhamdulillah, ko'p yaxshi rushd qilgan mana shu qismiga xabaringiz bor edi, musobaqa ulusbonlik Xaybar, ulusbonlik Qaysor Almor edi. O'shandan beri yana mardum ulusbonlikka go'rash bo'ldi, ko'p rushd qilgandi, ko'p mana shularga go'rash qilib yotdi, hech umriga go'rash qilgan yo'q edi, shavq qilib go'rash tutib yotdilar. Ko'p bo'lash qanday palvonlar ikki tarafdan chiqadi, bularga joyda ham dabal bormi? Mana dariyanga yiqitdi, ketirib 1 mirpa berdi birtasiga. Inoki katta maydonlarga tushsa ko'proq ham biladi, inoki bir ulusbonlikning muqobiliga tushsa 4000, 5000, 100000 joyzalar qo'yiladi. Mardum tarafdorlari qamlari nima qiladi, himoya qiladi. Boshqa vardishlarga o'xshamaydi, agar bunga yiqitding yaxshi joyzalar girga keladi. Yaxshi vardish ham bir vardish sunnatida. Gapi pul uchun ham emas, aksari bu bir vardish uchun nima salomatlik uchun va'dat keltiradi. Mana shu vardishlar bo'lay bersa mardum Almor bir joyga bo'ladi. Mana Qaysor Xaybarda alhamdulillah musobaqa bo'ldi. Hali umidimiz borki, Gurzubon kelsak, Baxayr Bilchiroq kelsak, Darzob kelsak, ular Maymanaga darajalik palvonlar o'sha Gurzubon, Bilchiroq, Darzobkada 6 oy 1 yil go'rash Almorga bo'lsa, qismiga ko'rdi zirgali musobaqaga har qishloqdan 10 ta darajalik palvon.